Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli do'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli do'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 21-bob. 3. Tong atdi. Bugungi kun G'ulja tarixida o'chmaydigan kun. Yurak yerilg'idek xushalliq kuni. Ajoyib jo'shqinliq bir kun bo'ldi. Yuzlariga tabassum yugurgan, yurak bag'ri do'lqinlangan kishilar qattiq sovuqqa qaramay ko'chalarga chiqdi. Bir-biriga g'alaba xabarlarini yetkazishib, Harambog' va Langshang butxonasining ilinishida o'ttirg'a chiqqan ajoyib mardliklar, qahramonliklar haqida hikoya aytishib, qin-qiniga patmay qilishgan edi. Kishilar Gomindan qo'shinlari 84 kun saqlab yotgan va oxir tashlab qochgan Harambog' qo'rg'inini ko'rish ham ba'zilari u yerga akirib ketilgan urug' tuqqanlarning taqdirini o'qish uchun shu yoqqa mengishdi. Kishilar to'pi urush xarobasiga aylangan Harambog'ning ichiga kirdi. Rayhon uyma-uy kirdi. Har tarafga ketgan yer osti yo'llarga tushdi. Uning ko'zlari atrofga telmirgandek boqatdi. Yuzlari barg'ansiri parishonlikqa tushmoqda. Ko'zidan bulduqlab yosh quyilmoqda edi. Uylar vayron qilingan. Tomlar g'alvirdak o'tma-to'shuk bo'lib ketgan. Potaylarning ba'zilarining yerimi yo'q, ba'zilari butunlay ko'mirilib tushgan. Qiyisib qolgan uylardan texicha qop-qora islar buqsimoqda edi. Rayhon zoldek yo'g'on bir uyga kirdi. Bu uyda har xil hayvon ustixonlari chichilib turardi. Yengilab bo'g'izlab qo'yilgan o'ruq bir otmu yotadi. Kishilar orasida yurib, bu yoqqa tizla sap solgan Rayhon bu uydan oldirab chiqib kichikroq yana bir uyga kirdi. Bulungda 3 o'lik dum yotadi. O'ng tarafdagi tomga bir yigitning ikki qo'lini kirib mixlab qo'yibdi. Uning kiyimlari jul-jul, yuzlari oppoq tatirib ketgan, quliqidan oqqan qon bo'yinlarida uyib qolgan. Choch soqollari o'sib ketgan, ko'kragi dog'langan, tili va burni kesilgan, tishlari kirishgan, beshi sal sangilgan edi. Qatqan ko'zlari qo'rqinchli ham ichinishli holda ko'rinadi. Yaqub, bir yosh yigit o'ngirtib yig'lab murdiga o'zini otdi. Rayhon u uydan chiqib yana bir uyga kirdi. Eshikdan kirgan yerda bir necha tal yaproq dog'lash jazolash qurollari turardi. Hammala yer qon dog'lari bilan bulg'angan edi. Uyda onadan tug'ma holda yalang'ochlangan, ko'kslari kesib tashlangan bir ayol yotadi. Ayolning sochlari yo'lingan, tanlari dog'langan, yuzlari qiyma-chiyma bo'lib ketgan, badani allaqachon qaytib qolgan edi. Ayolning yonida jon yeri kesib tashlangan 4 yoshlar chamisidagi bir o'g'il bolami o'lik holda yotadi. Qalbida g'azab o'tlari yongan kishilar o'zlarini bosolmay hurkirishib yig'layapti. Uyning bir bulingda dum yotgan bir jasadni birsi o'ngda qildi. Rayhon kishilarni ittirganicha shu yerga kelib 50 yoshlar chamisidagi 3 yerdan o'q yeb o'lgan bu kishiga sapsilib qaradi-da, birdilla vaqirvatdi. Tag'a! O'zini o'likning ustiga tashladi. U Rayhonning tag'isi edi. Rayhonning tag'isi Bayko'l mahallasida o'ltirishlik bo'lib, Gomindanchilar Harambog' ichiga qochgan kuni u bola chaqasini shahar ichiga ko'chirib kelgan. Atsi seg'ib ichayotgan kalasini akalash uchun ikkinchi qitim qo'rosiga berib kalasini yetlab chiqayotganda Gomindanchilar uni tutib olib, kalasi bilan billala Harambog' ichiga akirib ketgan edi. Qaysi kuni hiliqi ayolni balasi bilan qattiq qiynagan chaqda
u chidab turolmay etilib berib ayolni qiynayotgan go'mindonchini ko'tirib yerga qattiq urgan. Shu chog'da ikkinchisi tapancha bilan uni etivatgan edi. O'pkasini bosolmagan Rayhon kishilarning tasalli berishi bilan aran o'rnidan turdi. Hayot gullari bargidan vaqtsiz ajrab dastalgan, qalbi alam zulmida o'rtangan, ozodlikqa talpingan vujudi jallod tig'i bilan chanalgan, gunohsiz, shabnamdek toza tanlar har bir uydan 5lab 10lab tepilatdi. Ko'z buloqlaridan unchidek tizilib chiqayotgan yoshlarni yirtiq chaponlarning yangiga eritib, harambaq qo'rg'ini ichidan chiqayotgan odamlar qadamlarini asta-asta besib, Baykul mahallasi tarafga yurib ketdi. 4. Bayroqda Nodam Anvardan qushqash tilidek qisqala bir xat topshirib oldi. Xatda Nodam, ayol qolmay Botir G'ozi, Arash, Jamoliddin, Rayhon, varisjonlarni boshlab kel. Yo'ldosh Kever to'g'risida yozilgan maqolani birga ko'ramiz, deyilgan edi. Shunga Nodam ularni boshlab doktorxonada davolanayotgan Anvarning qishiga keldi. Qaysi kuni gazetxonaning 2 muxbiri doktorxonaga kelib, Anvarga siz to'g'riliq biror narsa yozish uchun kelibdik deb aytganda, Anvar, avval sizlar yozdigan bir jangchi bor. U Kever ismli yigit, u mardlik bilan qurbon bo'lgan qahramon degan edi va Keverning tarixini bo'libmi u urushga qatnashgandan beriqi jangovar faoliyatlarini tafsili so'zlab bergan edi. Muxbirlar Keverning ishlaridan ta'sirlanib, "Bo'ladi, biz bugunla yozib, atisiga ilib kelamiz" degan edi. Muxbirlarga bugun Rayhonni tanishtiramiz. "Qandoq deysizlar?" dedi Nodam ketibitib. Arash uningga ulab dedi. "To'g'ri, yozsa Rayhonning arzigidek nurg'un ishlar bor." Qulqigacha höppida qizirib ketgan Rayhon, "Viyey, mening yozudek nimam bor? Yozish to'g'ri kelsa, avval Nodamni yozish kerak" dedi. Nodam beshini chayqadi. "Yo'q, oshirayotdingiz. Mening nimam borkan?" "Siz to'xtab turing" dedi Rayhon gap bermay. "Arambog'ning ilinishida muhim rol o'ynagan siz bo'lmaymanmidim? Jangchilar muhim rol o'ynamay, men qandoq muhim rol o'ynay?" Jamoliddin gap qistirdi. "Sizning rolingni kichiklatishga bo'lmaydi. Qandoq dedim, Varisjon?" "Shundoq bo'lmay" dedi Varisjon bir o'ngib, bir tatirib. Uning yurakida dog' bo'lib qolgan alamlik tuyg'u qaytadan o't bo'lib yenishga boshladi. Botir G'ozi bu talashlardan xulosa chiqargandek qilib, Arambog'ning elishida jangchilarning hal qiluvchi rol o'ynaganligi rost, yo'ldosh Nodamning muhim rol o'ynaganligi rost dedi. Ular ashunda qiziq paranglar bilan o'zlarining harbiy doktorxonaga yetib kelganligini tuymay qilishdi. Biroq batalyon komandiri Anvar apandining yotqiga kirganda hayron bo'lib turib qilishdi. Komandirning qishida pokvoy yog'liqini bo'yniga tushirib olgan, 2 mangzi anardek qizirib ketgan chiroyli qiz o'rilqa o'ltiratdi. Anvar kayni-kayndan salom qilishib ko'rayotgan o'z jangchilarini ko'rib, o'ppida qizirib ketdi. 22-bob. 1. G'ulja shahrida o'q ovozlari to'xtadi. G'ulja xalqi bu tinchlik badaliga bir necha yuz farzandidan ayrildi. Lekin bo'rondan keyingi illiq oftob butun hayotlikni shodlantirganiga o'xshash qonlar badaliga kelgan xotirjamlik har bir ko'ngilni kuldirdi. Hayot qolgan va g'alaba egisi bo'lgan odamlar qurbon bo'lganlarni eslaganda ko'ngillaridan rozimanlik his qildi. Lekin qurol tutgan jangchilarni texi qonliq janglar kutmoqda edi. Nizomiddin qismlari sharqqa qarab davomliq ilgirlashga buyruq oldi. Nodam batalyon komandiri Anvar apandining oldiga kirib, qism yo'lga chiqishdan burun onasi bilan ko'rishib, xo'shlashib kelishga ruxsat so'radi. "Bo'ladi, inim, tez birib kel. Opangga mendan alohida salom aytqin" dedi Anvar uning qo'lini qisib. Nodam qaytib chiqib, to'quqliq bo'z etini mindida yeziga qarab yo'l oldi. Bu yil qor qilin yoqqan, 3-oy kirgili qilib bo'lgan bo'lsa-mu, bosh atiyozning hech qanday shapsi yo'qdek edi. Butun atrof oppoq qor bilan chumkelgan. Bir necha kun ilgari yoqqan qorning sovuqi texi bo'shmagan edi. Chingdalmagan yeza yo'lida
boz at minib ketib borgan Nadam yezisiga yaqinlashgan sari hayajonlanatdi. Yaylasi, sag'risi, kirpiklari oppoq qiro bo'lib ketgan boz at egasining hayajonini tushangandek tizgin serib tuyoqlardan piyoladek qor kallaklarini chacharatib yo'rg'ilab ketib boradi. Nadam chinqi tush mezgilida yeziga kirib keldi. U yeziga kirish bilanla kishilar bilan tinchlik so'rashish boshlandi. Ba'zi yerlarda otdan tushdi. Ba'zi yerlarda to'xtab kishilarga salom berdi. Ba'zilar bilan quchoqlashib ko'rishdi. Va alaykum assalom. Nadam, otgan o'qinlar zoya ketmabdi bolam, degan bilan deyishdi qarilar uni ruhlantirib. G'uljini ozod qildik deb to'xtab qolmanglar yana. Go'mindan degan ofatni yiltizdan qo'mburvatmaguncha to'xtamanglar amdi. Keyninglarda biz bor. Qirisaqmi o'q to'ranglarni yetkazib bera olamiz. Uşaq balalarmı oynayotgan o'yinlarni tashlab Nadamning kaynidan agashdi. Ba'zilari ko'rdingmi? Nadam akam askar bo'lib ketibdi, desa, ba'zilari menmi cho'ng bo'lganda Nadam akamdek tapancha asqan komandir bo'laman, deyishdi. Gulpamxon seg'iz lay bilan qozon boshlarini suvavatdi. Odiljon derazdagi chiroyli gul shakliga kirib ketishgan Әмді erishga boshlagan muzlarni terniqi bilan sijab o'ltiratdi. Nadam hovliga kirdi-da, otdan tushmayla vaqirdi. "Apa, oy, Odiljon!" Uydan yugurib chiqqan Odiljon o'zini aksiga o'qdek otdi. "Kel saqam, otga mindiray seni." Nadam otdan sakrab tushib, fuksini qo'ltig'idan ko'tarib otga mindirdi. Odiljon kichikkina ko'zlarini o'ynatib, xushal bo'lib ketdi. Nadam etini turikka bağıldı ve Odiljanni beshidan egiz ko'tarib yerga oldi. Uninggacha uydan ho'l qo'lini ko'nglikining peshiga ertib Gulpamxon chiqdi-da, Odiljanni yetilab kirayotgan o'g'ilga "Ko'zimdan uchib ketding-ku, keldingmi bolam?" dedi-da, o'g'liga tashlandi va peshonasidan so'ydi. "Salomat turdingmi, apa? Chiroying so'rqidabla qapti-ku bolam." Ana o'g'liga qarab qanmidi. Qattiq ishlab arduq yetgan odamdek cho'nqur tartdi va tizlarga tayinib yinik atlab, mantiga tushib, o'choqqa saman qalashqa tutundi. Nadam uyga sinchilab qaradi va beshini irg'itib kulib qo'ydi. Uy ichi burunqidekla, o'zgarish yo'q va chinidek pokiz edi. Qozon boshlari suvalgan, derazadagi qochga terilgan gullar ko'kirib turibdi. Tug'ilib cho'ng bo'lgan bo'shkidek o'z va yiqimliq uyni ko'rib, Nadam ichilib yeyilib ketdi. U o'ngda yetib Odiljanni qo'rsqiga mindirdi. Odiljon qin-qiniga patmay qaqoqlab kuldi. Ko'ngli ko'tarilgan onimu qinib kuldi. Birdamning ichida qozon qaynab, uy ichiga namxo'r to'ldi. Gulpamxon choy atdi. Jo'za qo'yilib, bir necha yeriga yamoq tushgan pokiz dasturxon silindi. Ular choyga o'ltirdi. "Nimanchilar aldirash kelding, bolam?" so'radi choy ichib o'ltirib ana. "Oldingi sapga minishimiz mumkin. Sizlar bilan xo'shashqil keldim, apa." "Naga mingsizlar?" Gulpamxonning chiroyi bir oz o'zgardi. "So'qishqa, apa. Pat arda yurib ketimiz." O'g'lining ketiman deyishi dastlabda onasiga ig'ir tuyuldi. U o'ylanib qoldi. O'ylagan sari qapqi turilishga boshladi. O'g'li uningga ot ustida qilichini o'ynatib dushmanlarni surib ketib borgandek ko'rindi. Shunga u chiroyini ochmasdan, "Bo'pti o'g'lim, nima deytim? Qo'lingga miltiq olgan bo'lgandikin, mang, sening yo'ling shu." Ana shundoq dedi-da, o'rnidan turib, uyning to'ridagi sanduqning yiniga bordi. Gulpamxon sanduqning oldidan asta turdi-da, o'g'liga sovg'isini uzatdi. "Mana bolam yo'lluqim, dadangning tavarruki, sana yaldam bo'lsin." Nadamning qo'lini uzatib olgani dadasidan qolgan baka edi. U bakini tutganicha hayajonlanib, dadasiga bo'lgan cho'nqur hurmat bilan turib qoldi. Onaningmi, balaningmi ko'z oldida xuddi Nasiraxon qarab turgandek armon bilan ketgan ota bugun o'g'ildan rozi bo'lib kulimsirayotgandek tuyuldi. Ular ikkisi bir-biriga qarshi turib qilishdi. Ular ana shundoq
unsiz azob chekishdi. Onaning ko'zlaridan yosh agidi. Chunki muallim o'g'li Nodirning qiyofatimi ko'z oldida gavdlanishga boshlagan edi. Nodam onaning yo'lliqini eng e'tiborli narsadek avaylab qo'lga oldi va asta yanchuqiga soldi. Shu ig'ir minut ichida Nasir Axunning fojiasi, cho'ng o'g'lining ichinishlik taqdiri onaning vujudini chulg'ib olgan edi. Uning g'azabi o'rlab, o't bo'lib yongan yuragidan birdilla yalqinliq so'zlar tizilib chiqishga boshladi. "O'g'lim", dedi ana tamkinlik bilan, "oq yo'l bo'lsin. Ko'pchilik uchun o'zingni ayima. Ko'pni deb safar qilding. Bosqan izingdan gul unidi. Aytgan so'zingdan go'har yog'idi. Nomard bo'lma. Gizi kelganda el uchun bir qo'shiq qiningni ayima. Mubodasini qo'rqinch bosqidek bo'lsa, buvang Sodir palvonga sig'in. Uning nomi sana madad bo'ladi. Ota bovlarini qabrda tinch yotsin desang, keyningga bir maqdam chekinma. Keynidan o'q yeb o'lgan bola mening bolam bo'lmaydi. Qochqunliq nasl pushtimizga yot." Ana cho'nqur bir tinib turib qoldi. Uning yuzlari tatirib, lavlari titrab ketgan edi. "Akaning intiqomin ol. Dushmanga zodila rahim qilma. Boturlik bilan jang qil bolam. Navoda jang qilib o'lib ketsang, kechalari kirpik qaqmay, so'g'uq bo'shuk quchoqlab sana bergan oq sutimdan roziman." Onaning yuragidan urg'ib chiqqan yalqinliq so'zlari Nodamni texmo hayajonga soldi. Bu so'zlar oldingi sapga otlanish uchun tayyor turgan o'g'il uchun xo'rmas g'ayrat, tog'dek madad bo'ldi. Yurki o'ynab, yuzlari o'ppida o't olgan Nodam, "Ma'qul opa, aytgan so'zlarini esimda ching saqlayman", dedi. U hayajon bilan hovliga chiqdi-da, etini yechdi va yetilab ko'chaga chiqdi. Bo'z ot egisining va'dalarini tushungandek, qo'mush quloqlarini dengaytib, tipchaklab turadi. U itiga irg'ib mindi. "Xayr, opa, salomat bo'l. Xo'sh, o'g'lim, oq yo'lliq bo'l." Nodam itining beshini qayirdi-da, tezginini qo'yib berdi. O'ynab turgan ot udi uchqandek ilib ketdi. U ko'chaning do'qmishiga yetganda, kayniga qayrilib qarab, yog'liqiga o'rinib qarab turgan onasini ham qo'llarini ko'tarib talpinib turgan inisini ko'rdi. Ana o'zini qanchalik g'ayratlik, xushal tutgan bo'lsa-mu, baribir ko'zidan etilib chiqqan yosh mag'ziga temib tushdi. U o'g'lining keynidan uzoq qarab turib, qadamlarini ig'ir, asta besib uyga kirib ketdi. Davomi bor.